Yağlarni nishatib artsak bo'ladi. Bugun sizlar bilan shu haqda so'zlashamiz. Birinchi variant biologik qo'shimcha, ya'ni BAT. Bu metabolizmni tezlashtiradi, gereksiz yog'larimizni arishishga yordam beradi, sport bilan shug'ullanganda mashqdan keyin energiyamizni oshirib beradi, vazn kamayishini yaxshi yordam beradi. Xohlasangiz ukol varianti, ya'ni semavik BAT. Bu qutishamizni ichidan esa o'zining ichida inyeksiyasi bor bir dona shprisi, o'zining maxsus ignachalar chiqadi. Buni haftasidan bir marta deri ostidan inyeksiya atasiz. Bu shifokor retsepti asosida beriladi. Homilador va emizikli ayollarimizga, 18 yoshga to'lmagan shaxslarimizga va qalqonsimon bez faoliyatida muammosi bor insonlarimizga tavsiya etilmaydi. Bu ukolimizning ta'sir xususiyati shundan iboratki, bizning miyamizga doimlilik hissini ko'proq yetkazib beradi va shuning natijasida biz kam ovqat yeymiz va yana bizning qonimizdagi shakar miqdorini tushirish xususiyatiga ega. Bundan tashqari bu ukol variantimizning har xil turlaridan bor. Agar sizlar bilan pullari qiziq bo'lsa, bemalol 97lik 560 60 60 nomerlaridan murojaat etsangizlar bo'ladi.